Gigant bo'g'oz sog'lig'izlar yurgan aka-ukalarga mana 13 dona akalar. Naqd bo'g'oz 4-6 akalar. 20-30 ta boqmaysa mana bundaqa 13 dona yirigina boqasiz. Yetadi akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doniyorbek Yusuf kanalining ashaddiy obunachilari. Bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Akalar, xudo xolasa birinchi o'rinda videoni oxirigacha ko'rib, oxirigacha kuzatinglar. Xudo xolasa 1 minutini ham o'tkazib olmanglar akalar. O'ndaqalarni sizlar uchun biz chiqarib olishga harakat qilaveramiz akalar. Hafta kuniga akalar bugun hafta kuniga dushanba 16 fevral 2026-yil akalar. Bu o'zimizning xonadondan chiqaryapmiz akalar. Hammasi naqd bo'g'oz, Qirg'iziston Bishkek to'ylari. Bo'ylari shu 85, past 80 chiqadi akalar. Mana naqd bo'g'oz amalari. Ana janolar, hammasi qorin tashab qo'ygan. Ana yelinlari ham mana. Ana ko'rasizlar. Xotirjam akalar. Xudo xolasa narxini ham o'ta kelishtirib yo'lida chiqaramiz akalar. Mana shunisi egizakka o'xshab turibdi akalar. Ana. Qochib ketyapti, endi o'zimlik uchun to'sishni iloji bo'lmayapti akalar. Ana. Hammasi kelishgan akalar. Pul joylash bilan qaranglar, hammasi yuzlari ham o'ta toza. Mana shu qo'y ham 4 tish qo'y. Xudo xolasa qo'y yoqqan bo'lsa akalar, bittadan like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shu kanalda xudo xolasa qo'yni zo'llarini chiqarib olishga harakat qilaveramiz akalar. Ana shunisi ham eng yaqini mana shu. Yelin tashab bo'lgan jonivorlar. Buni narxiga kelsak akalar, shu bo'ladigan narx chiqaramiz bu kanalda 6 million 500 ming so'mdan ketaveradi. Bu yaqinda ham 7,5 milliondan sotilgan qo'ylar mana shular. 6 million 500 ming so'mdan dastlabkilar ichida ketaveradi akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ylar naqd bo'g'oz. Bo'ylarni hamma ma'lumotini berib o'tdik akalar. Xohlasa boqing, baraka topasiz akalar. Turgan puldan foyda yo'q akalar. Undaqa naqd bo'g'ozni tashab qo'ying. Tuxsa ham agarlar bu 8,5 million so'm bo'ladi eng kami. 9 million so'm, 8,5 million so'm bo'ladi. Mana hamma kelishgan janovorlarda. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar akalar. Videolarimizni shu qo'ylarni yakunlaymiz. Xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Kanali yangi akalar. Xolasa hammaga manfaatli video bo'ldi o'ylayman. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Birinchilardan bo'lib qo'y chiqarsak ko'rishni xohlasalar akalar, bittadan like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ana